so'raganman, voy man qanaqa ustozlar ko'rganman. Drevniy magikdan ustozlar. Bu yerda juda ko'pchilik yaxshi tilaklar bildirganda, buni bitta-bitta o'qib chiqsak, keyingi savollar qolib ketadi. Hamma umr tilayotganlar, ijodingizga omad tilayotganlar, doim bor bo'ling deyotganlar. Birga bo'lsanglar. Juda ham ko'p. Duolarni so'rayotganlar. Ona haqida qo'shiqda onasi o'tib ketganlar ko'p yig'lab eshitardi, lekin sizni oxirgi aytgan ona qo'shig'ingizda onasi hayotlar ham yig'lay boshladi. Buni siri nimada edi deb yozishibdi. Sirimi? Ha. Onasiga aytalmay dardi ichida ishi yurmagan. Onasi butun, bag'ri butun odam yig'lamaydi. Ishi besh bo'lib turgan odam yig'lamaydi. O'sha qo'shiqda irshayib kuldirgan kallarda irshayib o'tirganlarni ham ko'rdim. Bor. Haligi qorni to'qtiq, qorni och bilan nima ishi bor deydi. Lekin ota-onasi ketadi-yu. Topgan pulingizni endi bosib o'tiravering bolajonimdan bo'ladi-da. Pul baxtli qilmaydi bizni. Oila baxtli qiladi. Qilgan yaxshiligingiz baxtli qiladi bizni.